Voy. Sekinroq. Nima? Qulog'im og'ir. O'zimni zo'rg'a eshitaman. Shallaqa ayollarga o'xshab baqir-chaqir qilasizlar. Unda uyingizga boring. Xullas, Qari chol. Tinchlar, hozir hammasini hal qilamiz. Necha yoshdasan o'g'lim? 19. 19 yoshdasan demak. Shunga nima bo'pti? Xullas, seni muomalang do'stimga yoqmadi va u sen undan kechirim so'rashingni istaydi. To'g'ri. Shunga xohlasam har qanday qariyani haydab solishim mumkin. voy yaramas. Men bilan o'yin o'ynashni xohlaysanmi? Qanday o'yin? Senga bitta savol beraman. Javobini bilmaysan, lekin topishing mumkin. Topsang, ziyofat mendan. Bordi-yu topolmasa-chi? Do'stimdan kechirim so'rashiga to'g'ri keladi. Mayli. Men rozi. Yaxshi. Javob berish uchun bitta imkoniyating bor. Endi savolni eshit. Uni yasagan odam o'zi buni xohlamagan. Uni sotib olgan odamga uni keragi yo'q. U kimga kerak bo'lsa, mutlaqo jim. Nima u? Bilmayman. Xo'sh. Nima ekan? Bu tobut.